Sizda suv bo'yicha muammo bormidi? Suv ta'minotidagilar o'zi nima ish qilyapti deb savol berganmidingiz? Unda bizni yaxshilab diqqat bilan tomosha qiling. O'tgan 2025-yil davomida aynan suv ta'minoti bilan bog'liq bir emas, bir nechta lavhalarni efirga berdik. Bugun esa aynan o'sha muammolarni yechishda qanday ishlar amalga oshirilganligi va kelgusida nimalar rejalashtirilayotgani haqida soha xodimlaridan so'rab bildik. Aholi tomonidan qilingan murojaatlar ko'p marta umuman e'tiborsiz qoldirilyapti va bu juda ko'p marta ko'p suvni isrof bo'lishiga olib kelyapti. Suv haqiqatan oxirgi paytda tanqis bo'lib qolayotgan, buning uchun hammamiz kurashayotganimiz sir emas. Nimaga ayniqsa buni oddiy aholi bilmas, lekin shu sohada ishlayotganlar bundan xabar topib, nimaga o'shaning yechimini tezlikda qilmaydi? Brigadalarni sonini ko'paytirish, boshqa bu bo'yicha ham ish ketyapti. Yuk mashina o'tgan, o'sha yerda ham murojaat bo'lgandan keyin, internetga chiqqandan keyin ham anchadan keyin ish ko'rildida. Men bordim, o'sha yerda qarab turdim, 40 minutda ichida ana suvni bartaraf qilib, oqizib olib, ta'mirlab bo'lishdi, lekin unga qadar juda ko'p suv isrof bo'ldi-da. Bu aytayotgan Yunusoboddagi holat o'sha tashkiliy masala bilan bog'liq bo'lib, ozgina nima bo'lib qoldi. Quvri hajmi ham, diametri ham ancha katta quvur edi. Uni darhollik bilan o'chirish imkoni yo'q edi. Biz to kelishib, joyida mutaxassislarni chaqirib kelishib, nima qilmoqligimizcha o'zimizdan o'zimiz sirazi suvsiz qoldira olmaymiz. Jamoatchilik nazorati kerak. Nazorat bo'ladigan bo'lsa, bizani xodimlar ham borib qiladi shu narsani, bajaradi. Xodimlarning kaltalash holatlari oxirgi paytda ko'paydi. Nimagadir? Men o'zim guvoh bo'ldim, guvoh bo'lgan joylarda haqoratlar, haqoratga hozir jazo bor, chora bor. Qanaqa qilib himoya qilyapsiz xodimlarni? Unga bizni himoya qilish uchun hozir har bitta xodimimizga tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. Mahalla posboni, mahalla raisi bilan birga bu xonadonga borgan. Saqlash ishlari qaysi tashkilotni hisobidan mablag' ajratiladi va bu qancha vaqtda yopib ketish kerak? Ochilgandan keyin qancha muddati bormi? Aniq bir muddati bor. Har bir yo'lni biz qazishdan oldin aniq muddatlari ko'rsatib qo'yiladi. Ya'ni 3 kun, 2 kun, 1 kun misol uchun. O'sha muddatiga biz topshirishimiz kerak. Agar u narsani qilmasak, bizga nisbatan shtraf, ya'ni o'sha jarima qo'llaniladi. Tarmoqni ustidagi nosozlikni bartaraf qilish bu Toshkent shahar suv ta'minoti o'zining hisobidan asfalt qilinadi. Bizda umumiy mana 4000 kilometrdan oshiq quvurimiz bo'ladigan bo'lsa, Toshkent shahri bo'yicha har yili 30 kilometrdan kam quvur almashtirmayapmiz. O'zi bu ishni boshlaganimizda 8 kilometr bizda o'sha og'ir qismi bor edi-da. Hozirgi kunda o'sha yarmidan oshig'ini o'sha almashtirib bo'ldik. Hamda o'sha eski tipdagi nasos agregatlarimiz bor edi, 49 dona, shularni yangi zamonaviy energiya tejamkor nasos agregatlariga almashtirdik. 70 kilometrdan oshiq bo'lgan yangi ichimlik suv tarmoqlari qurish orqali 45 mingdan oshiq bo'lgan aholini ilk bor o'sha markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlandi. 7 kilometrdan oshiq bo'lgan oqova suv tarmoqlari yangi qurildi. 2026-yilda 300 kilometrdan oshiq bo'lgan o'sha muammoli ichimlik suv tarmoqlarimizni bosqichma-bosqich yangi quvurlarga almashtirish va buni natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nosozliklarni oldini olish maqsad qilib qo'yganmiz. Umid qilamizki, matbuot anjumanida aytilgan rejalar, keltirilgan raqamlar, amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar shunchaki so'zlarda qolib ketmaydi. Biz aynan ushbu ishlarning amaliyotini kuzatishda va yoritishda davom etamiz.